Bugundan keyin umuman aptekaga chiqib o'tishlaring vajib hojat yo'q. Hozir mana qish oldi kelyapti, hamma shamollar, viruslar boshqa aylanib yuribdi. Hozir hech qanaqa antibiotik boshqa qilishga hojat yo'q. Men sizlarga zo'r retsept o'rgataman, chunki yaqinda o'zimda sinab ko'rdim. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Xo'sh. Limon, imbir, ya'ni zanjabil. Bitta asal kerak bo'ladi. Toza asal faqat. Qanday tayyorlaymiz? Xo'p, imbirni olamiz. Mana maydaroq yo'lkadan o'tkazamiz. Bitta limonni yuvib, kattaroq limonni shunday o'rtasidan shunday kesamiz. Bunga solamiz. Stakanga. 200 gramm stakanga soldik. Imbirni. Endi mana bu limonni yaxshilab siqamiz buni ichiga. Xo'p, bu ya'ni asal, imbir, limonni bitta joyga joylashtirib oldik. Stakanga soldik. Endi ustidan qaynoq suv quyamiz. Xo'p, asal, bir osh qoshiq, imbir, deb mana shunday barmoqdan kattaroq, katta barmoqdan katta, ikkita barmoqdan emas. Bundan keyin limonni yarmini siqib mana shu ichiga soldik. Qaynoq suvni quydik ustiga. Asalda ozgina kuchini ketkazish mumkin, ya'ni svoystvasini, qaynoq suv, lekin baribir nima bo'lganda ham foydasi bo'ladi. Mana zanjabilni, imbirni achchiq ta'mini kesadi farqli. Quydik, qaynoq suv ustidan bunday kirishgani yopib qo'ydik, buni 10 minut. Ana keyin buni ichasizlar, ichlaring polni qizdirib, bir kunda 3 marta ichsang, bir kunda inshaalloh shamollashlar ketadi. Shamollab yurgan, mana shunaqa nima bo'lgan, kasal bo'lgan oshna oiladagi hammasiga jo'natib qo'yish mumkin.